Joningiz og'rig'i dam olish kuni yo bayram nimaligini bilmaydi. Istagan payti sizni bezovta qilishi mumkin. Shunday paytda shifokorning bir og'iz tashxisi, hamshiraning bitta em-dorisi hayotingizni tubdan o'zgartirib yuboradi. Kezi kelganda hayotingizni asrab ham qoladi. Ular har doim siz dam olayotgan payt ham bemorlar atrofida parvona. Ularga tibbiy xizmat ko'rsatishga shay. Bugun ana shunday hamshiralardan bir haqida so'z yuritamiz. Men Abdurahimova Nodira Ma'rufjonimni Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Farg'ona viloyati filiali umumiy xirurgiya bo'limida hamshira lavozimida ishlab kelmoqdaman. Bizning bo'lim 20 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, 5 ta vrach, 12 ta hamshira, 12 ta kichik tibbiy xodim ish faoliyat olib kelmoqda. Bizda asosan bemorlarimizni operatsiyadan umumiy xirurgiya bo'limida operatsiyadan oldin va keyin jarrohlik amaliyotdan keyin parvarish bilan shug'ullanamiz. Biz bunda bemorlar uchun asosan hamshiraning vazifasi bemorlarga shirin so'z, xushmuomala, kasallikni yengishi uchun kuchli motivatsiya berib ishlab kelmoqda. Biz hozir respublikada onkologiya sohasiga ko'proq juda katta o'zgarishlar, imkoniyatlar yaratib kelmoqda davlatimiz. Shunda bemorlar uchun biz asosan parvarishida va ularni shu kasallikni yengib chiqib ketishi uchun biz bemorlarga chuqur motivatsiya berib ularni ko'nglini ko'tarishimiz kerak. Biz shu kasallik bo'yicha og'ir tushkunlikka tushgan bemorlarni tuzatish mumkinligini, buni yengib o'tishi kerakligini tushuntirib, ularga yordam beramiz. Mana bizni onkologiya shifoxonamizda turli xil laboratoriya tahlillari, rentgen apparatlari, mammografiya apparatlari, EMSK apparatlari, hamma sharoitlar bor. Bemorlarga ximiya preparatlari, har bitta dorilarni yetkazib berish shifoxonamizda hammasi mavjud. Bemorlarga shularni yetkazib yordam berayotganimizdan faxrlanib, biz shu shifokorlik kasbini tanlaganimdan faxrlanaman. Bu kasb egalarining insonlar oldidagi mas'uliyat va ishonchni to'la his etishlari, bemorlarni parvarishlash, ularni tekshirish, vaziyatni to'g'ri baholash, shuningdek shifokorlarning barcha ko'rsatmalarini bajarish, diagnostika muolajalarini amalga oshirish, shoshilinch yordam ko'rsatishlari tahsinga loyiq.